Biz endi ko'proq avul tarixi bilan naqshlanamiz hamda bu rasmlar bu David Burluk degan rassomning tushirgan suratlari bu hozirgi Boshqirdistondagi tatar avullari. Bu bigrakda mana Belebey yozi, Buzdak yoqlari. Men o'zimga bek yoqan yoqlar shu an ko'raman mana shunda shu rasmlarni qo'ydirdim. Balki bunda mening biror ota-bobolarni shulay tushirgandir u rasm, kim bilan.